ۋەتەن خائىنلىرى ۋە تارىخىمىزدىكى مىللى مۇناپىقلار ھەققىدە. ئاپتورى ھاجى ئەكبەر مۇھەممەدنىياز. 2. bölüm. Qədimki zamandakı ulug' namlari məngü mədiyilnib turdigan büyük dayılarımızdan yaqinqi zamanlardakı əbədi lənətlinib kelivatqan vətən xainlarigacha. 3. Qu Tülkə Seyid ھاجى. Seyid ھاجىنىڭ Ürümçidəki ölkəlik baş saqçı idarəsiga təqsim qılınışıda onun KGB'dən öyrənən kommunizm düşmənlərini soraq, tergov qilish cəhətdəki alayda qabiliyyəti və xizmət təcrübəsi səbəb bolğan idi. 1930 yıllarning o'ttirlarida Uyg'ur eliga etnografiyalik tekshirish uchun kelgan, keyinchi Aqsuda Sovet ishpiyonlar tarafidan tutilib, bir mezgil Shingsayning turmisida yotgan Amerikalik yosh Ahmad Kamal Tabassum yetgan zimin nomli kitobida o'zining Shingsay turmisida Sovet alayda xodimi Seyid ھاجى tarafidan so'roq qilinganligini tilga oladi. Ahmad Kamalning yezishicha, Seyid ھاجى qozoq bo'lib, Shingsay tarafidan tutilgan chet elliklarni, bo'libmi g'arb ellardan Uyg'ur eliga qadam qo'ygan, kommunizm ideyasiga qarshi bo'lgan ajnabiylarni so'roq qilish jihatda shaytonnimi usulga sola oladigan KGB xodimi ekan. O, Ahmad Kamalni so'roq qilish jarayonida o'zining necha o'nlagan kommunizm dushmanlarini bosh egdirganligini, buning ichida Uyg'ur eliga kelgan Germaniyalik texnik Georgiy Vasil bilan Hannikillarning barligini tilga olganligini yozadi. 4. Cho'ng satqun Qurbon Sayidi. Qurbon Sayidi aslida Mahmud Muhidinning tuqquni bo'lib, 1917-yili Turpan Ostona yangicha maktabini bitirgan tunji qaror ilg'or o'quvchisi edi. Keyincha tog'asi bilan billa inqilob qilib, 1934-yili Qashqar shahrida harbiy vazifa o'tagan. Biroq Shingsay 1935-yildan 1937-yilgacha Mahmud Muhidinning yaqinlarini bir-birlab Ürümchiga chaqirib, tarbiyalash bahonasida ularning ideyasini o'zgartib, tunji turkumda Qurbon Sayidi qatorliqlarni milliy munofiqlardan qilib yetishtirib chiqdi. Bu ahvollarni sezib qolgan general Mahmud Shingsayga qarshi urush qilishni ko'ngliga pukidi. U yaqinlarini chaqirib, bu istikini bildirganda tunji bo'lib mushu Qurbon Sayidi qarshilik bildirib, planni suvga chilashtirdi. Amalsiz qolgan Mahmud Muhidi 1937-yili 2 aprel juma kuni o'lash bahonasi bilan Qashqardan chiqib, tezla Hindistonga chiqib ketdi. Qurbon Sayidi töpüs uchun Mahmud Sijangning o'rniga Sijang bo'lib, uzun o'tmay ummu Ürümchiga chaqirtilib, Shingsay turmisida o'lgan. Shingsay faqat Mahmud Sijang vaqasi tufaylidan turlik batnomlarni o'ydirib chiqarib, Sharq Turkistonda bir qancha 10 ming odamning beshiga chiqdi. Buni Sharq Turkiston xalqi hargizmi unutmaydi. Qurbon Sayidiga o'xshash osh berganga mush bergan milliy munofiqlarmi tarixning la'natlik sahnalariga abadiy mixlanib, qiyomatgacha la'natlanadi. 5. Tegipas g'alcha G'opur Tuanjang. G'opur Tuanjang aslida Mahmud Muhidinning yaqin komandiri bo'lib, u 1934-yili 13 aprel juma Yakandagi Sharq Turkiston Jumhuriyati rahbarlarini tutqun qilib, tunji jumhuriyatimizni munqarz qilish buyrug'ini aktivlik bilan ijro qilgan edi. Shu yili iyuldan beri Mahmud Muhidi bilan billa Qashqarda turayotgan G'opur Tuanjang 1936-yili Shabdul Damollam o'ltirilgandan keyin Shingsayning talabi bilan necha komandir bilan billa Ürümchiga o'qishga berib, ideya o'zgartib qaytib keladi.
1937 yılı baharda onun bıraklı özgürüp ketkinini sezivağan Mahmud Moyidi bu bir neçə xainlar və milli münapıqlarını işıq düşkülü qoymay mecburi 2 hafta aram aldırdı. Andın özü dərhal ciddi tayyorlik qilib Hindistanға chiqib ketidi. Keyincha G'opur va bir neçə səptishning Shingsay oldida Mahmud Moyidini ko'zdan yo'qotish uchun qasam berganligimi o'ttirg'i chiqdi. Axırda bundaq öz dövlətini öz yiqitqan, öz xalqiga xainlik qilgan milli munofiq G'opur boshqa xainlar bilan bir qatorda Shingsay tarafidan o'ldirilgan. 6. Xotanda milliy qirg'inchilik qilgan ashaddiy jallod Razaq Mavlanov. 1937 yılı 5. ayının 30. günü səhərdə Qashqar Yavaq türməsiga qamaqlıq 300'dan artıq siyasi məhbus türmə hoylısıga yalab elib çıqılıb, tutaş oq tutilgandan keyin benzin çechib köydürüb etilgan. Qashqar saqchi idorasining boshlig'i ھاجىنىڭ boshqurishidagi bu turmini shu chaqda Sovet ittifoqining Qashqarga kirgizgan qirg'iz otliq qismlarining tuanjangi Razaq Mavlanov 300 dak askari bilan saqlaydi. Ayni yillari Yakan viloyatlik Uyg'ur uyushmasining raisi va Yakanning hokimi qatorli xizmatlarni o'tagan Abdurish Yusuf apandining aytib berishicha, Yavaq türməsini saqlığıcı Mavlanov terisiga sig'may o'krab yurgan zamonlarda intayin qabiy ishlarni sodir qilgan ekan. U bir qitim Qurban hayitda qattiq mast bo'lib qilib, Dadiq boy degan og'inisi bilan odam o'ltirishda baslashib baqmoqchi bo'lib, boshqalarga buyurib, turmadan 40 nafar mahbusni elib chiqib, ularni o'ng so'l qilib qator yotqizib, yenidan pichoqni chiqarib, boshqalarga ko'z tuttirib, "Men pichoqni bir qitimdan surish bilan bu o'ng tarafdagilarning jinini tezlik bilan ola olayman. So'l tarafda yotqizganlarni Dadiqboy bo'g'izlasin" deb jallodlik mahoratini ko'rsatgan ekan. Şu zamanlardaki qanlıq vaqalarning hozir bor bo'lgan shohidlari Mavlanovning qilmish atmishlarini g'azab bilan hikoya qilishidi. Shohidlarning aslimalarida Qutlug' ھاجى Shavqining dal 1937 yili mayning oxirgi kunlari ئاپتونىياز qo'shini Qashqarga hujum qilganda jallod Razaq Mavlanovning qo'lida qiynab o'ldirilganligi ma'lum. Bu manzarni marhum İbrahim Mutti o'z ko'zi bilan ko'rgan ekan. O'lgur Mavlanovning inson qalbidan chiqqan jinoyatlari buning bilan oxirlashmagan. Yaponlarning Xitoyni ishg'ol qilishi urushi va qo'shimcha pan-mong'olizm va pan-turkizm plani Stalinning 1937 yılı 31 iyul günü Moskvada Shingsayni saqlab qilish, boshqa barliq Uyg'ur qurolli kuchlarini yo'qotish qarori berishga majburlagan. Natijada 1937 yılı 5 avgustda Chegirda Isoqbek bosh bo'lgan Oshiski otliq qismi, Mavlanov bosh bo'lgan Nariniski otliq qismi tashkil qilinib, shu ayning oxirida Moskva atrofidan alayda yo'tkab kelingan dangliq Birjinski motorlashgan tank qismiga yo'l boshlab 5 sentyabrdan 15 sentyabr kuniga qadar Aqsudagi Abduniyaz Kamal askarlarini tarmar qilgan. 22 sentyabrga qadar qo'g'lab, bomba tashlab, qirib yo'qitib, 22 sentyabrdan 28 sentyabrga qadar Yakandan Choqliqgacha aslidagi Xotan islom hukumati tavasi besib yotqili 3 yil bo'lgan Tungallarni yo'qitib, Qashqarni Isoqbekka, Xotanni Mavlanovga o'tkazib bergan. Qashqarda 300'dan artıq millat sarxillarını qırıb tashlagan jallod Razaq Mavlanov Xotanda turgan 5 yil ichida mustaqilchi,
Cumhuriyetçi Xo'janiyaz Muhammad Emin Bo'g'ra, Abduniyaz va Sovetga qarshi Mahmudni qo'llagan askar bo'lgan degan batnomlar bilan 100 mingga yaqin kishini qirib tugatgan. 1942-yili Shingsay Stalindan yuz o'rganda Mavlanov Xotanni keng ko'lamda bulang-talang qilibla Sovet ittifoqi qechib ketgan. İsaqbekmo G'uljidan Sovetga qechib jinini saqlab qolgan. 1944-yili 12-noyabr G'ulji shahrida Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilgan. 16-noyabr İsaqbek bilan Mavlanov yana qaytib kelgan. Mavlanov texi Milliy armiyaning eng jangovar qismi bo'lgan Tekas otliq 1-polkining komandiri bo'lgan. İsaqbek Mononovning partizan atirtini asos qilib, Tekas 1-otliq polki qurilganda ikki qo'li Qashqar va Xotan xalqining qonlari bilan bo'yalgan ۋەتەن خائىنى مىللى مۇناپىق رازاق مەۋلانوف komandir bo'lgan. Polk komissari İbrahimov, shtab boshlig'i Sidiqjon Axunbayev edi. Shundaq qilib 1937-yildan 1942-yillarda Qashqar xotanliklarning sarxillarni qirib tashlab, 100 mingdan oshiq begunoh xalqimizning qiynini ichgan, uchiga chiqqan milliy munofiq Razaq Mavlanov 2-Jumhuriyatimiz mezgilida birdilla milliy qahramonga aylanib qolgan. 7-Bavudun Şötang. Bavudun bag aslida qaraqashliq kishi bo'lib, Zozongtang vaqtida qurilgan Şötangda o'qigan tunji avlod Uyg'ur bo'lg'achqa, keyincha Milliy tarix Xitoy Jingshurin davrida atalmish Xotan valiy mahkamasida kotib bo'lgan. 1933-yili 24-fevral Qarqash qo'zg'alini g'alaba qilib, martda qo'zg'alangchilar Xotandagi elchi harbiy gazarmasini qo'rishib olganda, qo'zg'alangchilarning hayvisidan qo'rqib ketgan Xitoy vali taslim bo'lmoqchi bo'lganda, milliy munofiq Bavudun Xitoylarni taslim bo'lishdan to'sib, bu faqat necha mollaning qilgan ishi, necha kun chidasang ular zerikib tarqilib ketadi deb dushmanga madad bergan. Vali xalqning Allah, Allah degan cho'qanidan qo'rqib ketib Bavudundan. Ular nima deydi, talibi nima deb so'rasa, munofiq Bavudun qasdan ular non deydi deb tarjim qilgan. Şunlaşqı Xitaylar təslim bo'lmagan. Muhammadniyaz Bo'g'ralar Xotanni olgandan keyin ۋەتەن خائىنى va milliy munofiq Bavudun kotib xo'jayinlar bilan billa chepib o'ltirilgan. Natijada 1933-yili 5-aprel Xotan islom hukumati qurilgan. Mazkur kuchdan keyincha tunji jumhuriyat tug'ilgan. 8. Talva Ahmad, ya'ni Ahmad Mazin. Talva Ahmad Abduqodir Damollamga tig' solgan qotil bo'lib, orqa teraklari garchi uni o'limdan saqlab qilib, Yiroq Urumchiga qochirib etgan bo'lsa-mu, ammo xalqimizning umumyuzlik la'natiga duchor bo'lgan bu mal'un oxirida bardoshlik berolmay, aqlidan adishib, o'z go'shini o'z yeb o'lgan. 9. Ömerbay. Ömerbay aslida Musabaylar bilan bir qatordagi tangdoshsiz boy bo'lib, bu ikki jamoat to'la tirkishib yurib, oxiri Musabaylar G'uljiga yetkilib ketgan. Shuning bilan Ömerbay Qashqarning yegona hukmroniga aylanib qolgan. Bo'libmi 1914-yili Qashqarning dangliq diniy doisi Bavudun Maxtum vafot bo'lgandan keyin diniy huquqmi Ömerbayning qo'liga o'tgan. Shu yili Qashqarga tetay bo'lib kelgan Mafushinmo dastlabda Ömerbayning rayiga beqib ish qilgan. Keyinchi Ömerbay Yangzingshinning bojgiriga aylangan. 1920-yillari Ömerbay Tarimdagi Qashqar, Xotan
və Ақсуның сылық bajlarını Яңзыңшынға бірақлы төләп, арқыдын өзі xalqdan həssilab yığıb, tıqılıb ketken. Abduqadir Damollam ma'rif uchun iyani so'rsa, 5 tillamı bermegen. Tunji Cumhuriyet qurilganda rahbarlar chiroyliq gap qilib, erishalmagan pullarga shingsay 1937-yili Ömerbayni o'ltirib, musadir qilingan hesapsız baylıqlar bilan Stalindan qarz olgan 5 million rubli oltinni to'lagan. 1937-yili 12 ayda Shingsay umuman ilgari Tömür, Osman, Sabit Damollam, Mahosan va Mahmud Mo'yitiga agishib parakandichilik salganlar birdak qo'lga ilinib tozlanadi deb jakarlagan. Natijada faqat Qashqardala 5000 kishi qo'lga ilingan. Ular birdak xoin deb jakarlangan hamda mol-mulki musodir qilingan. 12 ayning 17 kuni Qashqar rayonida xoinlarning mol-mulkini aniqlash hay'ati qurilgan. Shingsay o'zining harbiy mustabid hokimiyatini mustahkamlash va Stalindan olgan qarzni qaytarish uchun mushu bahonada vatanimiz miqyosida nurg'un cho'ng baylarni qo'lga ilib, ularning mol-mulkini musodir qilgan. Yana bir jihatdan ko'zga ko'ringan amaldorlarni va ziyolilarni qirib tugatgan. Ömerbaymo bu qismatdan qutulolmagan. Әмма Abduqadir Damollamның qatillari qatarida Ömerbayның qaysi rolni o'taganligi hozirgacha aniq bo'lmasimi? Uning bu jarayondagi barliq ishlardan xabar bo'lganligi uchun yanala milliy munofiq bo'lishdan qochib qutulolmagan. Kunlardan bir kuni Mamtilaji Shanxay Dotay yomiliga berib, Dotayni konsulxonaga chaqirtilganligi haqidagi xatni ko'rgan. Dotay konsulxonaga chiqqandan keyin Sovet konsuli Dotayga Qashqarda hozir bir odam bor. Bu odam taliblarga tarix, jug'rofiya, hisob o'qitaman deb yuribdimish. Bu odam tarix, jug'rofiya, hisob o'qitalamdi. Agar o'g'atsa, ishning oqibati qandoq bo'ladi? Şunu bu adamның işlerini dərhal təftiş qilib, nəticəsini mənə məlum qılın, degan. Dotay konsulxanadan qaytıb kirgəndən keyin Ömerbay arqılıq Abduqadir Damollamni sürüştürgən. Ömerbay Abduqadir Damollamның yaxşı tərpini qılğan. Әмма Dotay bununğa könməsdən mədristiki fəaliyyətlərini sürüştürüşkə buyurğan. Ömerbay Abduqadir Damollamның dərs arlıqıda tarixqa aid filmlarni qısdırıb, bayan qılıb berdiganligini taliblar arqılıq bilgəndən keyin Dotayga ma'lum qılğan. Dotay bu axbaratni konsulga ma'lum qilgan. Konsul Abduqadir Damollamni dərhal ko'zdan yo'qotishga buyurgan. Agar bu ishda Dotay susluq qilsa, Yangsıngşınga ma'lum qiladiganligini aytib, popoz qilgan. Sovet konsulunun popozisidan qo'rqib ketgan Dotay xizmati badaliga 300 sar kumush tanga berib, o'zining bola va chaqinlari turmushiga abadiy kapolatlik qilish sharti bilan qotil Ahmadni yollab olib, Abduqadir Damollamni o'ltirgizib atgan. Keyin qotil Ahmad tutilgan bo'lsa-mu, bu ishda Sovet konsuli bilan hukumatning qo'li bo'lganlikdan ishni orqasiga so'rash taktikasini qo'llanib, Ahmadni jinoiy javobgarlikdan qochirib, hech qanday chora ko'rmagan. Qotil Ahmad keyingi chog'larda xalqning nafrati tufaylidan nervisidan adishib, o'zining go'shini o'zi yeb o'lgan. Abduqadir Damollam qatliam qilingan kunning ertasi Yusuf To'qam degan kishi bu Ömerbayning qilgan ishi degan. Bu so'zga asosan Abduqadir Damollamning shogirdlari Ömerbayni izlab hisoblashmoqchi bo'lganda Abdukerimjon Mahsum o'ttirg'i chiqib, bu Ömerbayning qilgan ishi emas, Abduqadir Damollam Shivit doktorxonasiga o't qo'yganlik uchun shular tarafidan o'ldirilgan degan.
Ömərбай Abduqadir Damollamның öldürülüş jarayonidan butunlay xabardor bo'lsa-mu, ammo o'zining butkul soda ishi Sovet bilan bo'ladigan bo'lg'achqa bu sirni tinishqa jur'at qilolmagan. Bu sirni biladigan Inoyatxon Maxsum, Abduraxun Maxsum, Musaxon Tevibning o'g'li Abduvayit Axun, Orda aldılıq Mahmud Hacim və onun oğlu Muhammad Hacim, Məmtili Şanxay, Canqorğanlıq Zunun Hacim, Xanrexliq İmin Axun Xəlpitim qatarlıqlar Abduqadir Damollamni şivitlər emas, Oruslar qo'ltiqib o'ltirgizdi deganlik uchun Judotay bularni tutib hapsiga solab qo'ygan. Inoyatxon Maxsum, Abduraxon Maxsumlar bu ishni ikkinchi tilmaslikqa va'da qilib chet elga chiqib ketgan. Jamolaxun Xalpitim Katayloqqa, Zunun Hacim G'uljiga, Mamtilaji Shanxayga ketgan. Shuning bilan Abduqadir Damollamning o'limining siri yeshilmay shu peti besilib qolgan. 10-chi Abdug'upur Damolla, ya'ni Shaptul Damolla. Ma'lumki, Abdug'upur Shaptul Damolla 1930-yillarda Uyg'urlarning milliy qutulish inqilobiga og'ir ziyon keltirgan kishidir. U Jallod Shingsayning vatanimizda yo'lga qo'ygan 6 buyuk siyosatining Qur'on Karim va hadis sharifga zid emasligini targ'ib qilib kitob yozgan. Keyincha general Mahmud Mo'yidi tarafidan o'ldirilgan shaxs. U aslida Qashqar Payzavatdagi Shaptul yezisida tug'ilib, shu yerda va Qashqar shahrida madrasada o'qigan. 20-asrning boshlarida Buxoroga berib o'qib, ondan haramga berib haj qilib qaytib kelgan. Uning ta'liga 1914-yili Qashqarning Shayxul Islomi va buyuk ulamosi Baudun Maxtum vafot bo'lib, huquq Ömərbayning qo'liga o'tib qolgan. Shaptul Damolla darhol Ömərbayga yaqin turib, bayning uyining oldidagi Charsu madrasiga bosh mudarris, keyindilla Qashqar xonlik madrasiga mudarris bo'lgan. Ammo Qashqarga qozi va mufti bo'lish istiki amalga oshmay, buyuk mufti Abduqadir Damollamga hasad qilishga boshlagan. Şoňa o әмді Matitay bilan yaqinlashgan. 1924-yili 31-may Matitay Madotay tarafidan o'ldirilganda bir domlapla Mashavuga yaqinlashgan. Shu yili 14-avgust mərhum Abduqadir Damollamga suiqasd qilg'ichi guruhning g'olliq a'zolari qatoridan o'rin olgan. 1933-yili mayda Tömür Sijang Qashqarni qo'lga olganda u Madotayni tashlab Tömür Pashaga yaqin turgan. Pasha uni bosh qozi qilgan. Hatto uni Sobit Damollam bilan suhbat o'tkazgili yakanga avatgan. Ammo Shaptul Damolla yakanda Xotan Islom armiyasini masxir qilib, ularning hukumat qurmiz degani nimasi? Ular Majansanga tang kelalamdikan deb biljirlab Tömür Sijang bilan Xotan tarafning orasini buzgan. Shu yili 7-avgust Tömür Pasha Masanjang tarafidan o'ldirilganda Shaptul Damolla mo'kib olgan. 12-noyabr Sobit Damolla Cumhuriyet jakarlagandan keyin Shaptul Damolla barliq jinoyatlardan hisob berishga qistalgan. Ta'liga 1934-yili 6-fevral Tungallar Qashqarni qayta ishg'ol qilgandan keyin Majongning banditlari Qashqarda davron surgan 5 oy jarayonida u qechib yurib jon saqlagan. Shu yili 15-iyul Mahmud Mo'yidining Qashqarga kirishi bilan uning yo'ltizi qaytadan egiz ko'tarilgan. U yanala generalning yaqini bo'lib olgan. Turpanliqlar ichida uning shogirdlari ko'p bo'lg'achqa, Mahmud Mo'yidi uni alohida hurmatlab o'ziga mushavvir qilib olgan.
hamma ishni uning bilan kengishib qolmay, uni millat majlisi rais qilib tiklagan. 1935-yili uni Urumchida ichilgan xalq qurultayga Qashqarning vakili qilib avatgan. General uningdan ko'p umidlarni kutgan edi. Biroq Şaptıl Damolla qaytib kelibla Shingsayni maqtaydigan biriga aylanib qolgan. U hatto hamma yerda Jallod Shingsayning oldiga chiqib kutib olgan va o'zi bevosita uzitib qo'yganligini og'zidan tushirmay xalqning nazaridan tushgan. Shingsay uni 1936-yili qurultayga alayda taklif qilganda general uni yig'ishtirishni qaror qilgan. Damolladan burun so'ragan munofiqning jazosi haqidagi fatvosi bo'yicha uningga jazo ijro qilgan. Shundoq qilib, oldingi asrdagi eng kechirilmas diniy va milliy munofiq Şaptıl Damolla 1936-yili 12-may seshanba kech soat 0:33larda Qashqar tuman daryo 1-ko'rigidan amdili o'tib ikkinchi ko'rikka keladigan bo'sh yerda general tarafidan oldin buyruq berilgan alayda xodim tarafidan bo'g'izlanib elga ibrat qilinadi. Ba'zi shaxsiy aslimalarda bu vaqa 20-iyun kech yuz berdi deyilgan. Davomi bor.